Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik istiqlol xabarlari programmamizning ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldin bilan biz diqqatingizga bu hafta so'zlarni sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Diqqatingizda Yevropa parlamenti Xitoy turmusida nahaq yetayotgan Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtini Sakharov mukofotiga rasmiy nomzod qilib tanlaganligi haqidagi xabarimiz bo'ldi. Bu 15-sentabr tushdan keyin Yevropa parlamentining rasmiy to'ri betida e'lon qilindi. Shundoq yana Turkiya matbuotlari Qurbon hayit mezgilida Sharq Turkiston masalasi ko'ngil bo'ldi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Xabarlarda Uyg'urlarning Qurbon hayitini qattiq kontrollik ostida o'tkazganligiga diqqat tortildi. Shundoq yana Tailanddagi ikki Uyg'urning sudi yana kechiktirildi mavzuli xabarimiz. 15-sentabr payshanba kuni Bangkok sud mahkamasi ikki Uyg'urning sudini yana kechiktirganligini, sababning bo'lsa, yana burunqidek tarjimon masalasi ekanligini bildirdi. Bu va bundan boshqa xabarlarimiz iqtimodda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. İlham To'xti Sakharov mukofotiga rasmiy nomzod qilib tanlandi. Xitoy turmusida nahaq yetayotgan Uyg'ur ziyolisi İlham To'xti Yevropa parlamenti tarafidan Sakharov mukofotiga rasmiy nomzod qilib ko'rsatildi. Xitoy turmusida nahaq yetayotgan Uyg'ur ziyolisi İlham To'xti Yevropa parlamenti tarafidan Sakharov mukofotiga rasmiy nomzod qilib ko'rsatildi. Yevropa parlamentining rasmiy to'rbetida 15-sentabr kuni tushdan keyin bu xabar e'lon qilindi. Sakharov mukofotiga odatda nomzod qilib ko'rsatilganlar ichidan eng oxirida 3 nafari rasmiy tanlangan bo'lib, İlham To'xti ana shu 3 nomzodning biri bo'ldi. Bu xabar chet eldagi kishilik huquq tashkilotlari va faoliyatchilarini mamnun qildi. Har qaysi tunilgan kishilik huquq aktivlari Twitter to'rida e'lon qilgan so'zlarida Yevropa parlamentining qarorini qarshi oldi. Yevropa parlamenti tashqi ishlar va taraqqiyot komiteti tarafidan ko'rsatilgan qolgan 2 nafar nomzod bo'lsa, Türkiyalik jurnalist Can Dündar ve Kırım Tatarlarının kişilik hukuk faoliyatçisi ve siyasatçı Mustafa Cemilov qatarlıqlardan ibaret. Nomzodlarning her üçünün Türk milletidan bo'lishimi alohida diqqat qo'zg'amoqda. Sakharov mukofotiga nomzod ko'rsatilgan Türk jurnalist Can Dündar Türkiye Milliy istihborot tashkilotining Suriyaga maxfiy holda narsa kerak elib mangan yuk mashinalarini matbuotda oshkorlab, Türkiye Suriyaga qurol o'tkazayotdi degandek asossiz xabar yozgandan keyin sud mahkamasi tarafidan qo'lga elinib, davlat maxfiyatligini oshkorlash jinoyati bilan 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Sakharov mukofoti Yevropa parlamentining eng oliy kishilik huquq mukofoti bo'lib hisoblandi. Yevropa parlamentiga a'zo davlatlar 11-oktyabr kuni 3 nomzod ustidan belat tashlab, mukofot sohibini belgilab chiqadi. Navbatda kuzatuvchilar mukofotni kimning oldiganligiga qiziqmoqda. Uyg'urlarning siyosiy vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan Avstraliya Latrobe universitetining o'qituvchisi James Leibold bugun o'zining Twitter to'rida Sakharov mukofotiga İlham To'xtidek muvofiq nomzod yo'q. Yevropa parlamenti a'zolarining Xitoyning besimiga bo'yin agmaydigan vaqti yetib keldi deb yozgan. İlham To'xti guruhining qurg'uvchisi va aktiv a'zosi İlham To'xtini Sakharov mukofotiga nomzod ko'rsating nomli maqolaning avtorlaridan biri bo'lgan fransiyalik xitoyshunos professor Marie Holizman xonim Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtining Sakharov mukofotiga eng loyiq nomzod ekanligini bildirdi. Sakharov mukofotining ma'nosi erkinlik demakdir. Sakharov mukofoti erkinlik va kishilik huquqni qo'g'dash yo'lida badal to'laganlarni qo'llash, rag'batlantirish maqsadida 1988-yildan boshlab tasdiqlangan bo'lib, har yili oktyabr oylarida bu mukofot mushu sohada to'kpi yaratgan shaxs yoki tashkilotlarga berildi. Sakharov mukofoti yana moddiy va ma'naviy qimmati yuqori bo'lib, 50 ming yevro naqd pul qo'shib berildi. Ma'lum bo'lgandek, bu yil 27-aprel Berlinda o'tkazilgan Uyg'ur muhojirlar masalasi yig'inida İlham To'xti guruhining rasmiy qurilganligi jakarlangan, shundaqla İlham To'xti masalasini xalqaralashtirish uchun elib berishga tegishli faoliyatlar haqida turli taklif fikrlar o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, bu takliflarning birida İlham To'xtini Yevropa Sakharov mukofotiga nomzod ko'rsatish fikrimi o'rin olgan. Xitoy turmusiga nahaq qamalgan Uyg'ur ziyolisi İlham To'xti Beijingda turib Uyg'urlarning kishilik haq-huquqi to'g'risida fikr bayon qilgan hamda Xitoy doiralarining Uyg'urlar ustidan yurgizgan xato siyosatlarini ayiblaganligi sababli 2014-yil 15-yanvar tutqun qilinib, 23-sentabr Urumchida atalmish bo'lgunchilik jinoyati bilan ayiblanib, muddatsiz qamoq jazosiga mahkum qilingan edi. İlham To'xtining Yevropa Sakharov mukofotiga nomzod bo'lib ko'rsatilishi uning gunohsiz ekanligining yana bir qatimliq isboti hisoblandi.
Türkiye matbuotları Sharq Turkiston vaziyatiga ko'ngil bo'ldi. Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda Qurban hayit yetib kelish harifasida yillardagi o'xshashli qattiq bexatarlik tadbirlarini yo'l qo'yishi Turkiya matbuotlarining diqqatini tortdi. Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda Qurban hayit yetib kelish harifasida yillardagi o'xshashli qattiq bexatarlik tadbirlarini yo'l qo'yishi Turkiya matbuotlarining diqqatini tortdi. Turkcha chiqadigan Turk Bakish to'rida 12 sentabr Xitoydan Sharq Turkistonga hayit namozi cheklamasi mavzusida bir xabar berilgan bo'lib, xabarda Xitoyning Sharq Turkistonda Qurban hayit yetib kelish oldida yillardagi o'xshashlar bostirish va zulmlarni kuchaytirganligi ilgari surilgan. Doirlarning Qurban hayit namoziga faqat yarim soatli vaqt berganligi tilga olingan. Xabarda yana Sharq Turkistonga yangi kelgan partikom sekretari Chin Chuangoning kelar kelmaylar Xitoy markaziga bo'lgan sadoqatini bildirishga urinayotganligi, uning so'z harakatlarining Sharq Turkistondagi besim va zulmlarning kuchaydiganligidan derak berdiganligi ilgari surilgan. Qurultay nomidagi turkcha to'rda Qurban hayit yetib kelish oldida Xitoyning Sharq Turkistonda atalmish bexatarlik tadbirlari nomida Uyg'urlarni qo'rqitish va tahdid silishga urinayotganligi bir qancha amaliy misollar orqali yo'ritib berilgan. Urumchi ko'chalarida soqchi va askarlarning ko'paytirilganligi, masjid va ko'cha o'qimishlarda Uyg'urlarni nazorat qilishning kuchaytirilganligi, Sharq Turkistonning boshqa joylaridami hayit namoziga borganlarning qattiq nazorat qilinganligi, o'quvchilar va kadrlarning hayit namoziga berishining cheklanganligi qatorliq ahvollar bayon qilingan. Sharq Turkistondagi diniy e'tiqod va diniy bayramlarga qo'yilgan cheklamalarning xalqarodagi kishilik huquq tashkilotlari va kuzatuvchilarning kuchli diqqatini tortayotganligi bildirilgan. Tayland'daki 2 Uyg'urning soti yana kechiktirildi. Tayland soqchilari tarafidan o'tgan yili Bangkokda yuz bergan portlatish hujumining gumondorlari deb tutib turilayotgan 2 Uyg'urning soti oldingi qatim tarjimon yo'qligi sababli kechiktirilgan edi. Bu qatim yana o'xshash sabab bilan kechiktirilganligi bildirildi. Tayland soqchilari tarafidan o'tgan yili Bangkokda yuz bergan portlatish hujumining gumondorlari deb tutib turilayotgan 2 Uyg'urning soti oldingi qatim tarjimon yo'qligi sababli kechiktirilgan edi. Bu qatim yana kechiktirilganligi bildirildi. 15 sentabr payshanba kuni Bangkok sud mahkamasi 2 Uyg'urning sotini yana kechiktirgan. Sababi yana tarjimon masalasi bilan munosabat ekan. Xabar qilinishicha payshanba kunidagi sud boshlanib uzun o'tmay sudda tarjimonlik qilib berayotgan o'zbekistonlik ko'chman ayol javobgarlar tarafidan to'xtatilgan. Mirali Yusuf u ayolning so'zlarini umumiy jihatdan ifqolaganligini, lekin aniq tushunilmaganligini aytgan. Bu qatimliq sudda sudlashning yana kechiktirilganligi, layoqatli tarjimon izlashning davomlashidiganligi bildirilgan va keyingi qatimliq sudning 10-oyning 13-14 kunlari ochildiganligi bekitilgan. Egilishicha sud mahkamasi bundan burun aqlig'uchi advokat taklif qilgan bir tarjimonni rad qilgan. Doirlar Diloning davlat bexatarligiga chetildiganligi uchun Taylandlik yoki Taylandda ko'chman bo'lib yashayotgan tarjimonlarning bo'lishini talab qilgan. Xalqaro qonunshunoslar komitetining bir mutaxassisi Fransiya axborot agentligiga ifoda bildirib, Tayland doirlarining necha oydimi muvofiq tarjimon topolmasligining tushuniksiz bir ish ekanligini, yana kelib gumondorlarning adliya tartibidan o'tkazilmagan ahvolda davomli qamalganligini aytgan. O'tgan yili 17 avgust Bangkok shahridagi bir avod savdo ko'chasida portlash yuz bergan bo'lib, soqchilar bir mezgildan keyin 2 gumondorni qo'lga olganligini va ularning Xitoydan kelgan Uyg'urlar ekanligini e'lon qilgan edi. Xalqarodagi Uyg'ur tashkilotlari va kuzatuvchilar Tayland soqchilarining bu vaqtdagi bayonlarida nurg'un gumonliq nuqtalarning borligini ta'kidlab keldi. Karimovning o'limi o'zbek o'qituvchilarini umidlantirdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'limidan keyin ko'zlar surgunda yashayotgan o'zbek o'qituvchilarga tikildi. O'zbekiston o'qituvchilarining surgundagi rahbari Muhammad Salih O'zbekistonda o'tkaziladigan mustaqil saylovga qatnashadiganligini va uningda g'alaba qildiganligini bildirdi. U prezidentlik sayloviga qatnashish uchun tayyorliklarini boshladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning o'limidan keyin ko'zlari surgunda yashayotgan o'zbek o'qituvchilarga tikildi. O'zbekiston o'qituvchilarining surgundagi rahbari Muhammad Salih O'zbekistonda o'tkaziladigan mustaqil saylovga qatnashadiganligini va uningda g'alaba qildiganligini bildirdi. U prezidentlik sayloviga qatnashish uchun tayyorliklarini boshladi. U Istanbulda muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, inshaalloh biz vatanimizga qaytamiz. U yerda erkin saylov bo'lishini umid qilamiz va uningda g'alaba qilamiz dedi. U Turkiya qatorliq davlatlarda yashayotgan o'qituvchi fikridagi minglarcha kishining vataniga qaytishni xohlaydiganligini bildirdi.
u o'ziga 15 yillik qamoq jazosi hukm qilinganligini, lekin buning BDT qatorliq tashkilotlar tomonidan siyosiy jazo deb hukm qilinganligini va o'zining jamoat fikrida oqlanganligini aytdi. U surgundagi o'zbeklarning 10-oyda bir qurultoy chaqirib, xalqaro jamoatchilikka murojaat qilganligini bildirdi. Karimovning o'limidan keyin uning o'rnini bosadigan kishining sobiq bosh ministri Shavkat Mirziyoyev bo'lganligi ayon bo'lmoqda. Rossiya prezidenti Putin Karimovga ta'ziya bildirganda, Karimov boshlagan har ishning davom qilishini umid qilamiz deb o'z maydonini ifodaladi. Lekin o'qituvchilar buningdan norozi. Muhammad Salih bir diktator bor edi. U o'ldi. O'rniga uning murti keldi. Kommunizm tarbiyasining mahsuli bo'lgan bu kishilarni Karimovning o'quvchilari deyalaymiz. Agar bu koni zihniyat o'zgarmasa, Alloh saqlasin, yana 25 yillik diktatorlik davom qildiganda qildi dedi. U vataniga qaytish uchun Turkiya va g'arb davlatlarining qo'llashiga erishishni umid qilganligini bildirdi. U o'zbek nufusining 3dan birining o'z davlati sirtida yashaydiganligini, Turkiyada 50 mingdak o'zbek borligini, buning asosli sababining iqtisod ekanligini, hokimiyat olmasa buning hal qilinadiganligini ilgari surdi. Muhammad Salihning surgundagi hayoti uncha tinch o'tmagan. Uning aytishicha, Turkiyadagi 15-iyul harbiy siyosiy o'zgarishini planlagan va qo'mondonlik qilgan Fathulloh Gülen 2008-yili Karimovga bir maktub yozib, Muhammad Salihni Turkiyadan qo'g'lash badaliga O'zbekistonda Gülen maktablarini ochish ijozatiga erishmoqchi bo'lgan. U Fathulloh Gülenga xat yozib, noroziligini bildirgan, lekin uningga javob kelmagan. Muhammad Salih o'zbekistonlik yozuvchi va siyosiyon bo'lib, 1949-yili Urganch shahrida tug'ilgan. 1988-yili O'zbekiston Yozuvchilar birlashmasining bosh kotibligiga saylangan. 1990-yili Arik Demokratik partiyasini qurgan va raisi bo'lgan. 1991-yili prezidentlik saylamiga qatnashgan va 12.7% ovozga erishgan. Saylamdan keyin uning partiyasi bostirilgan va partiya gazeti taqib etilgan. Bir mezgil qamoqda yotgan va qo'yib berilgan. 1993-yili ayni vaqtdagi Turkiya davlat raisi Turg'ut O'zalning taklifi bilan Turkiyaga kelgan. Bir mezgildan keyin Norvegiyaga ketishga majbur bo'lgan. 2005-yili Amerikada chaqirilgan O'zbekiston o'qituvchilari yig'inida O'zbekiston hukumatı o'qituvchilarining rahbari bo'lib saylangan. Biz umid ediyoruz ki biz vatanımıza geri döneceğiz ve orada bir özgür seçimler bekliyoruz ve bu özgür seçimlere katılacağız ve inşallah kazanacağız. Xitoy tutish buyrug'i chiqargan Uyg'urlarning kimligi aniqlandi. Xitoyning Henan o'lkasi Nanyang shaharlik soqchi idorasi tutish buyrug'i chiqargan 4 Uyg'urdan ba'zilarining kimligi aniqlandi. Nanyang shaharlik soqchi idorasi 31-avgust uqtirish tarqatib, Ayjamal Rozi, Abdunur Nurulla, Aysham Akram qatorliq 4 nafar Uyg'urdan ogoh bo'lishni, ularning uchuriga erishgan hamon darhol yuqoriga ma'lum qilishni talab qilgan. Uqtirishda Sharq Turkiston Islom harakatining 3 a'zosining 20 davlat guruhi yig'ini jarayonida terrorlik hujumi elib bormoqchi ekanligi, aloqada tarmoqlarning ahvol egillagan hamon yuqoriga ma'lum qilishi kerakligi bildirilgan. Uqtirishda Ayjamal Rozi, Abdunur Nurulla va Aysham Akramdan iborat 3 Uyg'urning salohiyati berilgan bo'lib, ularning Avat noyisining Basheriq bozoridan ekanligi va ularning qochib yurayotgan kishilar ekanligi bildirilgan. Yana bir kishining salohiyatining aniq emasligi hozir tekshirilayotganligi bildirilgan. Mazkur uqtirish dal bu yil 4-sentabr Hangzhou shahrida o'tkazilgan 20 davlat guruhining boshliqlar yig'ini harpisida chiqarilgan bo'lib, bu Xitoy ichki o'lkalardagi Uyg'urlarni qattiq kontrol ostiga olgan, Hangzhou va uning atrofidagi rayonlarda Uyg'urlarga oid tijorat o'rinlarini taqagan, Uyg'urlarga yotoq berishni cheklagan mazgil edi. Erkin Osiyo radiosi muxbiri yuqorqi ufqlarga asosan Avat noyisiga telefon qilib, ahvol egallagan. Natijada Ayjamal Rozi bilan Abdunur Nurullaning Basheriqlik dehqon ayol ekanligi, ularning 3 farzandi borligi, 2010-yilning oldi ayida yerini setib, Urumchiga tijorat qilishga ketganligi. Bu jarayonda yerlik planliq tug'ut kadrlarining 4-farzandiga homildor Ayjamalni Urumchidan chaqirtib kelib, bolasini majburiy oldirib o'tganligi ma'lum bo'lgan. Nanyang shaharlik soqchi idorasining uqtirishi bilan Basheriq bozoridagi Uyg'urlarning uchurida ba'zi ziddiyatlik nuqtalar bor bo'lib, Nanyang soqchi idorasining uqtirishida Ayjamal Rozining 2009-yil 9-oyda chegaradan qonunsiz kirganligi qayd qilingan. Lekin avatliq bir ayol muxbirning ziyoratini qabul qilib, Ayjamal Rozining eri Abdunur Nurullaning izdirikini qilib 2011 yoki 2012-yillarda Urumchiga ketganligini bildirgan. Eginlicha Ayjamal Rozi, Abdunur Nurulla va Aysham Akramlarning navbatdagi ahvoli ularning davomli qochib yurayotganligi yoki tutqun qilinganligi ma'lum emas ekan.
Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha, Xitoyning radikallikqa, terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib, dindor Uyg'urlarni diniy faoliyatlarni o'xshamagan siyosiy qarashdagi Uyg'ur o'qituvchilarini qattiq bostirishi, ba'zi Uyg'urlarning yaqinqi yillardagi yurt makonlarini tashlab, chet elga ketishini keltirib chiqargan. Qirg'iziston Xitoydan 500 million dollar mablag' kutmoqda. Qirg'iziston yaqin kelgusida Xitoydan 500 million Amerika dollari mablag' kutayotganligini bildirdi. Türkiye İqtisad Ministerliği rasmiy to'rining 14-sentabrdagi xabariga asoslanganda, Qirg'iziston iqtisod ministri Qirg'izistonning Xitoy bilan bo'lgan hamkorligini kengaytirishni davomlashtirganligini, yaqin kelgusida Xitoydan 500 million Amerika dollari mablag' kutayotganligini aytgan. O 2015-yilning oxirida Xitoyning Qirg'izistonda Rossiyadan keyin turadigan ikkinchi cho'ng mablag' solg'uchiga aylanganligini bildirib, Xitoy bilan bir savdo va iqtisod kelishimi imzolash uchun muzokara elib berayotganligini, buning bozorga erishish fursati yaratadiganligini ham zo'r miqdorda mablag' soldigan qurilishlar uchun imkon yaratadiganligini aytgan. 30 avgust Xitoyning Bishkekdagi elchixonasi avtomobil bomba hujumiga uchragan bo'lib, portlashda avtomobil shoferining o'lganligi va boshqa 3 kishining yaralanganligi xabar qilingan edi. Vaqadan keyin Qirg'iziston xavfsizlik doiralari avtomobil shoferining Tojikiston pasporti ishlatgan bir Uyg'ur ekanligini, buning Sharq Turkiston islom harakati tarafidan qilinganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Qirg'izistonning qarashini qo'llagan edi. Biroq Uyg'ur tashkilot rahbarlari Xitoy va Qirg'izistonning Bishkekdagi Xitoy elchixonasida yuz bergan portlatish hujumini Uyg'urlarga ortib qo'yganligiga qarata fikr qarashlarini o'ttirg'a qo'yib, buning Uyg'urlarni qaralash uchun o'ydirib chiqargan bir to'kmat ekanligini bildirishgan edi. 13-sentabr bu vaqtda chiqqan oxirgi xabarda Rossiya istixborot tashkiloti KGB Qirg'izistondagi Xitoy konsulxonasi qilingan hujumning orqasida Tojikiston, Xitoy va Rossiya izlari borligini e'lon qildi. Ömer Uyg'ur Vakfi Pokistondagi Uyg'urlar va yerliklarga qurbonlik go'sht tarqatib berdi. Pokistondagi Ömer Uyg'ur Vakfi Qurban hayitida saxovat faoliyatlarini davomlashtirdi. Yerlik kishilarga va Uyg'urlar boshchiligidagi ko'chman millat kishilariga qurbonlik go'sht tarqatib berdi. Pokistondagi Ömer Uyg'ur Vakfi Qurban hayitida saxovat faoliyatlarini davomlashtirdi. Yerlik kishilarga va Uyg'urlar boshchiligidagi ko'chman millat kishilariga qurbonlik go'sht tarqatib berdi. Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan Ömer Uyg'ur apandi hayitning birinchi kuni Afg'oniston va Gilgit rayonidagi Uyg'urlarga qurbonlik yetkazib berganligini, 5 kalining go'shining 250 oilaga yetkazilganligini bildirdi. Uning aytishicha, har yili hayitning ikkinchi kuni ijtimoiy qurbonlik faoliyati bor bo'lib, bu yilmi intayin yaxshi o'tkazilgan. Uyg'urlar va yerlik yo'qsul oilalardan bo'lib 3-400 oilaga qurbonlik go'sht tarqatib berilgan. Hayitning 3-chi kuni Pokistondagi Afg'onistonlik va Turkmanistonlik ko'chmanlarga go'sht avatilgan. Ömer Uyg'ur apandining bildirishicha, bu xayri saxovat faoliyatlari Turkiyadagi IHA insonparvarlik yordam fondi jamiyati qatorliq ommaviy tashkilotlarning moddiy yordami ostida elib berilgan. U Germaniyadagi Dulqin Aysa boshchiligidagi Uyg'urlarga va Turkiyadagi Hidoyatullo O'g'izxonga bu faoliyatlar munosabati bilan alohida rahmatini bildirganligini aytdi. Qaysaridagi Uyg'urlar to'plashib hayit faoliyati o'tkazdi. Dunyoning har qaysi joylarida muhojirat yashayotgan Uyg'urlar har xil faoliyatlar bilan Qurban hayitini tabriklashgandek, Turkiyaning Qaysari shahriga o'rnashgan necha minglagan Uyg'urmi to'plashib hayit faoliyati o'tkazdi. Hayit faoliyatida qilingan duo qalblarni eritdi, ko'zlarni yoshildi. Yaqinqi bir necha yillardan beri Xitoy tajovuzchilarining zulmidan qochib, nurg'un jafo mushaqqatlari bilan Turkiyaga kelgan Uyg'urlar Türkiye hükümeti ve halkının kucak açışı bilen Türkiye'nin Kayseri şehriga o'rinlashtirilgan edi. Ular bu yerga o'rinlashtirilgandan turmush, o'qutush ve dini ibadetlerini qilish qatorliq jihatlardan erkin muhitga erishgan bo'lsa-mu, lekin qalbidagi vatanga bo'lgan sig'inish, ota-ona, urug' tuqqan ve farzandlaridan ayrilgan hijron farog'ida ruhiy jihatdan to'limi perişan edi. Bu yilgi hayit ularning bu ruhiy siqilishlariga bir oz tasalli berdi. Hayitning birinchi kuni atdiganda necha minglagan Uyg'ur muhojirlar hayit shodligiga cho'mgan holda o'zlari turayotgan oila qo'rosidagi masjidda Uyg'ur imomning yetakchiligida hayit namozini o'qib bo'lgandan keyin to'plashgan holda o'zaro hamma uylarga patilishib, bu muborak hayitni tabriklashdi. Undan boshqa cho'ng so'rin hozirlab, Qur'on tilovat qilgandan keyin vaz nasihatlar qilindi va vatanni, urug' tuqqanlarni seg'inganliklarini tilga elib, vatanda Xitoy tajovuzchilarining zulmida qolgan, turmalarda qiyin qistoqlarga uchrayotgan qarindoshlarning tezroq bu zulmdan qutulishini
Shundaqla Allohdan pat fursatda vatandagilar bilan jam bo'lishga muvaffaq qilishini tilab duo qilishdi. Duolar qalblarni eritdi, ko'zlarni namladi. Şarkı Türkistan. Amin. Turmu kapır Xitaylarının zulmü turmularda kıyınlavatkan, çıkıvatkan, ağaçtığın hemşerilerimiz, ustazlarımızı zulümden tutasın ya Allah. Kapır Xitaylarını öldürük faydası ya Allah. Biz özürümüz iyi olamadık ya Allah. Kutunumuz iyi olamadık ya Allah. Kızlarımız iyi olamadık ya Allah. Ya Allah sabırlar ya. Rahmetike ya Rahmanirrahim. Guangdongda xalq saylagan kanit amaldarini qo'llash namoyishi bostirildi. Xitoyning Guangdong o'lkasi Lofeng shahri Fukan kentining aholilari o'zlari saylagan kanit mudirining poraxo'rlik jinoyati bilan jazolanishiga qarshi namoyish qildi. Namoyish soqchilarning bostirishiga uchradi. Xitoyning Guangdong o'lkasi Lofeng shahri Fukan kentining aholilari o'zlari saylagan kent mudirining poraxo'rlik jinoyati bilan jazolanishiga qarshi namoyish qildi. Namoyish soqchilarning bostirishiga uchradi. Soqchilar bilan namoyishchilar orasidagi to'qinishda nurg'un kishi yaralandi. Doirlar namoyishga yetakchilik qilgan 13 kishini qo'lga olgandan keyin yana 5 kishiga tutish buyrug'i chiqardi. 13-sentabr seshanba atiganda soqchilar Vukan kent aholilarining namoyishini bostirish uchun kauchuk o'q va yosh bombasi qo'llangan. Kent aholilari bo'lsa tosh kesaklari bilan qarshilik bildirgan. Shu kuni Lofeng shaharlik soqchi idorasi Vukan kentidagi 13 kishining ommaviy tartib va qatnash tartibiga buzg'unchilik qilganligi uchun qo'lga olinganligini e'lon qilgan. Chorshanba kuni soqchilar yana 5 kishiga tutish buyrug'i chiqargan va ularning har birining yip uchun ta'minlaganlar uchun 100 ming so'm mukofot berdiganligini jakarlagan. Egilnicha 2011-yili dehqonlarning yerlarini setib olish masalasi sababli bu kentda zo'r norozilik namoyishi portlagan. 2012-yili kent aholilari demokratik saylan bo'yicha Lin Zulian ismli kishini kent mudirligiga saylagan. Bu ish chet el taratqularning kuchli diqqatini tortgan. Bu yil 6-oyda doirlar Lin Zulianni pora elish jinoyati bilan ayblab qo'lga olgan va 15-avgust sud echib 3 yil 1 oylik qamoq jazosiga hukm qilgan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, Xitoy doirlari Guangdong o'lkasining Vukan kentiga namoyish ahvolini xabar qilish uchun borgan Hong Kong gazeti Janubiy Xitoy sahar gazetining muxbirlarini qo'lga olgan va ularni qo'g'lab chiqarib o'tgan. Bu muxbirlarning aytishicha, ular tutqun qilinganda yukundirilib o'ltirg'izib qo'yilgandan sirt yana soqchilardan tayoq yegan. Ba'zi soqchilar ularni tepgan. Amerika bilan Rossiya Suriyada urush to'xtatish kelishimi tuzganligini e'lon qildi. Amerika bilan Rossiya Suriya tinchlik suhbatini qayta boshlashda birdaklik hosil qilib, harbiy hamkorlik o'rnatishga qo'shilganligini e'lon qildi. Amerika tashqi ishlar ministri John Kerry bilan Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov juma kuni Jenvaga yetib kelib, Suriya masalasi suhbatini boshlagan edi. Shanba kuni ikki davlat Jenvada Suriyada 5 yil davomlashgan urushni to'xtatishga doir bir plan loyihasini e'lon qildi. Ikki taraf birlikda ochgan axborot e'lon qilish yig'inidan egallanishicha, agar hamma ish plan bo'yicha bo'lsa, 12-sentabrdan boshlab Suriyada urush to'xtaydi ekan. Amerika va Rossiya urush to'xtatish kelishimi hosil qilgan bo'lib, ikki davlat Suriyada 5 yilga suzilgan 100 minglagan kishi hayotidan ayrilgan ichki urushni siyosiy yo'l orqali hal qilishni xohlaydi ekan. Amerika va Rossiya tashqi ishlar ministrlari Jenvada kechilab suhbat o'tkazgandan keyin ikki davlatning harbiy ishlarda hamkorlik elib berishga qo'shilganligini bildirgan. John Kerryning bildirishicha, agar bu kelishim amaliyleşsa, Amerika va Rossiya harbiy hamkorlikni qanot yaydirib, Suriyani besib yotgan Shamni fatih qilish fronti, ya'ni G'albi fronti, Islom davlati va Al-Qoidaga qarashli tashkilotlarga o'rtaq zarb berdigan. Egallanishicha, ikki davlat istixborot organlari o'zaro uchur almashtirib, zarb berish nishonlarini bekitishni maslahat etishgan. Turkiya taratqularning xabar qilishicha, 8-sentabr kech Turkiya davlat raisi Erdo'g'an Rossiya prezidenti Putin bilan telefonda ko'rishgan. Ko'rishda ikki davlat munosabati va Suriya masalasi muzokara qilingan. Suhbatda Turkiya Suriyada davomlashtirayotgan Firat qalqini harakatimi tilga ilingan bo'lib, Erdo'g'an Jarablus va Al rayliqlarning Turkiyadan o'z yurtlariga qaytayotganligini, Halabda tezdan urush to'xtatishni ishga oshirishni umid qilganligini bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimga programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.